Baliqchilik uchun juda katta ilm bo'lish shart emas. Bir sezonda kamida 40 tonna. Xuddi shunday. Kamida 40 tonna 1 gektardan. 1 gektardan 40 tonna hosil olsa, agar u o'sha uskunalar bo'lsa, o'sha preparatlar bo'lsa, karmushkani qayerdan qo'yishingizda ahamiyatsiz. To'g'rimi? Kimdirlar aytishi mumkin, stress oladi baliq, stress boshqa bo'ladi. Chiqadi. Suv chiqadi. Bu aka baliq yoshligini o'rgatib boriladi bu narsaga. Yemni karmushkani ichida zinhor qoldira ko'rmang. Qoldirmanglar. Oftob tagida saqlaydiganlar bor. Xitoydagi BMW bor, unaqa emas, bular genligi bor baliqchi deb chiqarsak bo'lar ekanda bularni, to'g'rimi? Shu Toshkentda ham, Xorazmda ham, Vodiyda ham, Navoiyda ham bir xil narx bo'ladi. Sizlarda qo'shimcha yutuq Navoiydan olsangizlar, shaxsan Shuhrat akani o'zidan maslahat olasizlar. Assalomu alaykum, Akvagratek jamoasi kuzatuvchilari. Mana biz bugun Navoiyda, Karmana tumanida Orif akani baliqchilik xo'jaligidamiz. Bu yerda biz mana Shuhrat akam bilan bular Navoiy, Samarqand va Buxoro viloyatlaridagi baliqchilarga injener texnologlik, ya'ni ixtiyolog maslahatlari va yechimlari baliqchilik bo'yicha professional yo'l yo'riq ko'rsatadigan bizning akaxonimiz. Rahmat, assalomu alaykum, xush kelibsizlar aka. Ha, rahmat. Charchamay keldingizlarmi? Mana bugun Shuhrat aka, xudo xolasa, O'zbekistondagi eng lider baliqchilardan desak bo'ladi. Qaysi ma'noda ob'yomi kattaligida emas yoki bir bularni tarixi bo'yicha ham 50 yillik baliqchi deb ayta olmaymiz, lekin bular eng zamonaviy biznesmenlardan biri. Mana bularni restoranlari, gastnitsalari, keyin parniklari bor deyshadi, afrikalari. Mana bular mana shu baliqchilik sohasiga ham kirib, qaysidir ma'noda o'zlarini yangi qarashlarini, buni ham baliqchilik ham bu fermerlik emas, bu dehqon xo'jaligi emas, bu biznes ekanligini isbotlab berishyapti. Shular to'g'risida bir suhbat qilsak edi, biz qolgan baliqchilarga ham bularda qanaqa решениялар qilishgan, qanaqa yechimlar qilishganki, zo'r pul topish uchun, zo'r baliq yetishtirish uchun va baliqchilikni jahon miqyosiga olib chiqish uchun qanaqa yechimlar qilishyapti, shular to'g'risida gaplashsak ekan. Aka, demak, bizda bu yerda mana shu xo'jalik ikkiga bo'lingan dedingiz. Bu bitta Karmana tumani, bittasi Karmana tumanida, bittasi Navbahor tumanida. Aha. Navbahor tumanida, chunki ikkalasi ikkita yaqin tumanida chegarada joylashganligi sababli Zarafshon daryosining yoqasida joylashgan sababli ikki yonma-yon joylashgan. Endi yaxshi to'g'ri takliflarni aytdingiz, savollarni berdingiz. Misol uchun baliqchi bo'lish uchun aka 30 yil, 40 yil, 50 yillik tajriba bo'lishi, boshqa bo'lishi hozir qaysidir ma'noda shart bo'lmay qoldi. Nimaga deganda aka, agarda o'sha mutaxassislarimiz yetarli, bu bo'yicha tajriba bor odamlar yetarli. O'tgan safargi o'sha adkatlarda ham aytganimizda o'sha baliqchilik uchun juda katta ilm bo'lish shart emas. Oddiy, misol uchun bitta baliqchi ixtiyollikda borib maslahatini olib, uni erishgan yutug'idan ko'rib chiqqandan keyin bir qanaqadir ishga yo'nalish qilib qilsa bo'ladi. O'sha bir so'z bilan aytganda, bu o'sha boya oldingi safar ham aytganimda 4 xil narsa o'zi asosan. Havzani tayyorlanishi, suvni o'sha biologik holati, hamda unga tashlanadigan chavoqni yaxshi geni sog'lomligi va unga beriladigan 4-inchisi oziqa. Oziqani sifati. Oziqani sifati. Hamda bular hammasi bittalikda aka, unga to'g'ri yo'nalish bilan qarash, ya'ni o'sha vaqtida ovqatini berish, vaqtida o'sha kimyoviy vositalar, o'sha dori vositalari, boshqalar bilan foydalanish, bular aka o'z-o'zidan o'sha baliqchilikning effektini oshirib yuboradi. Endi shu uchun mutaxassis bilan birinchi, ikkinchi yil mutaxassis bilan maslahatlashib qilsa, misol uchun mana shularga ham biz 2 yil davomida o'rgatdik, tushuntirdik. Misol uchun hozir mana 4-yil faoliyat ko'rsatyaptilar aka, o'sha 4-yilga nima desak bo'ladi, o'sha professional darajaga chiqib bo'ldi bular. O'sha gektaridan bular 2 patokdan baliq olyapti. Hali O'zbekistonda bu narsa yangilik. Hech kim ishonmasligi mumkin. Gektar 1 yilda 2 ta hosil demoqsiz. 1 yilda 2 ta hosil. Hamda har bir hosilida biz endi salgina nima qilib aytamiz, qiloqqa yoqadigan pastroq qilib aytamiz, 20 tonnadan kam hosil olinmaydi. 20 tonna. Hozir mana shu ko'rib turgan nima baliq havzalaringiz ham tayyor tovar. Demak, bir sezonda kamida 40 tonna. Xuddi shunday. Kamida 40 tonna 1 gektardan. 1 gektardan 40 tonna hosil olsa bo'ladi. 1 gektarga nechta tashaladi shunda soni? 12 mingdan kam tashalmaydi. 12 mingdan. 12 mingdan. Grammi shunda tashaladigan Grammi aka 250-300 grammdan yuqori tashaladi. O'sha podroskoviy payti deyiladi va e'tibor qilishimiz kerak.
duxletka deydi, truxletka, unaqa narsalar tashalmasi kerak iloji boricha. Nima uchun? Sababi aka baliq bilamiz, sazan baliq juda tez yetiladi, ona ota bo'lishga juda anavi lider nima bo'lib qoladi. 2 yilga bular balog'atga yetib qoladi. 2 yilga bular to'g'ridan to'g'ri o'sha urug' tashlashni boshlaydi, ikra qo'yaveradi. Bu deganiki, bu sizga cho'ntagingizga zarar. Birinchidan baliq yedirganingiz o'smaydi, ikkinchidan baliq soni ko'payib ketib boshqara olmay qoladi. Shunaqa. Hozir endi shu bo'yicha ham ish qilyapmiz. O'sha texnologiyalar bilan boshqasini o'tirib, ya'ni go'shtga alohida yetiltiramiz, xudo xolasa, urug'chilik baliq alohida bo'ladi. Bu bo'yicha ham ancha-muncha ishlar ketyapti hozir. Shu yerda mana hozir 12 mingtadan deyapsizlar. Bu уже sizlar aniqlab bo'lgansizlar. 1 gektarga 12 mingta tashaladi. Buni konversiyasi qanaqa? Masalan, talstalob, amur ulardan ham tashaladimi? Qarang aka, 12 mingta men faqat sazan uchun gapirdim. 12 mingta sazan tashaladi. 2000 ta, 1800 ta yoki 1200 tagacha, 2000 tagacha chiqarmaganmiz, 1200 tagacha talsalob tashaladi. Filtrlash uchun suvda o'sha o'z-o'zidan mana sazanni boqqanimizdan keyin aka, fitoplanktonlar, suv o'tlari bular aka har bitta suvda bor. Lekin buni ko'payib ketish uchun suvda sharoit yo'q. Oldingi polikultura havzalarda aka amofos sepilgan, selitra sepilgan yoki mol go'ngidan sepilgan, maqsad o'sha fitoplanktonni ko'paytirib talsalobda yoki amurga oziqa qilish uchun. Endi biza aka buni katta partiyada baliqni ovqatlantirganimizdan keyin, misol uchun, har 10 mingta balig'ingiz uchun 35 tonna oziqa degan gapda. 35 tonna oziqani endi 3-3,5% ni отход hisoblasangiz, где-то 30% deydigan bo'lsa, отход hisoblasangiz, bu отходdan chiqqan aka nitrit bilan ammiak bu o'sha fitoplanktonlarni, suv o'tlarini o'stirishga sababchi bo'ladi. Bular o'z-o'zidan o'sdimi aka, bular ko'paydimi, suvda yam-yashil bo'lib, sazanning harakatlanishiga, sazan ovqatlanishiga, kechqurun bo'lgan vaqtda suvdagi kislorod tarkibini tushib ketishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun bizga aka talsalobimiz o'shani tozalab berib, havzani tozalash uchun kerak bo'ladi. Aka bitta narsa menga qiziq bo'ldi. Mana bu yerda 1 gektarda 9 ta aerator turibdi. Har xil, mana bittasi Eronniki ham bor. Ham o'zimizning eng populyar hozir Xitoydan kelayotgan balonchik aeratorimiz ham bor. Bularni farqi sezildimi sizga hozir? Qaysi moshni, qaysi nima? Ikkalasida ham bir xilmi? Yo'q, moshinalikka ko'p miqdorda aerator kislorod berishiga balonchik bu shunaqa xolat. Xitoyniki. Lekin degan joyi bor aka, buni ham xarajati bor. Elektr energiya xarajati bor. Shuni ekonom qilish maqsadida biz ora-orasiga Eron bilan aralash qilib qo'yildi. E'tibor qilsangiz, qo'yilish tempiga, misol uchun mana suv yaxshi sirkulyatsiya bo'ladigan qismiga Xitoylik Eronniki qo'yilgan. Suv burchakka sirkulyatsiya bo'lish past joyga Eronniki qo'yilgan. Chunki o'sha joyga miqdorni ko'paytira olish maqsadida shunaqa qilingan. O'zi aslida bitta havzaga misol uchun 10 mingta, 8 mingta baliq boqadigan bo'lsangiz, 4 ta, 5 ta aerator juda yetarli. Endi biza ko'p qo'yganimiz sababi balig'imiz soni ham ko'proq, suvda mana misol uchun loyiqali holati bo'lgan hisobiga ham aka ko'proq qo'yilyapti. Fotosintez, kislorod yo'qligini hisobiga bu shunaqa qilib loyiqa suv, o'shani hisobiga aerator ko'proq qo'yilyapti. Agar loyiqa suv bo'lmasa, demak 6 ta ham aerator yetadi demak. Endi aka bitta narsa hozir aytib o'tishimiz juda ham kerak. Loyiqa havzalarda aka fotosintez holati juda ham kam bo'ladi. O'zi asosiy kislorodni quyosh beradi aka. Asosiy misol uchun 80-85% gacha kislorod bilan suvni ta'minlab berishga quyosh ta'minlab beradi. Quyosh loyiqa suvdan nuri kam o'tganligi hisobiga 40 sm o'tgandan keyin buni past qismiga aka fotosintez juda ham pasayib ketadi. Birinchisi, ikkinchisi loyiqa suvda aka boya aytgandek, suv o'tlari juda ham kam rivojlanadi. Kam rivojlangandan keyin aka bular fotosintez o'z-o'zidan yo'qolib qoladi. Shuning uchun loyiqa suvda aerator ko'proq tayyorlash kerak. Shuni qilish kerak, tashkil qilish kerak. Buning sababi shunda. Tiniq suv bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan kislorod ko'payib, suvda tiniq suv bo'lgandan keyin fotosintez ham juda yaxshi bo'ladi. Baliq o'sishiga ham katta ta'siri bor bu narsaning. Endi mana bu shu zamonaviy bir Xitoy texnologiyasiga yaqinroq baliqchilik ekanda bu. Mana 1 gektardan 40 tonna. Bizlar Xitoyga borganda ham 40 tonnadan 70 tonnagacha olishar ekan degan bir fakt bilan qaytib keldik. Juda katta ko'pchilik bizaga ishonmaganlar ham bo'ldi-da. 40 tonna deyapsan, hali O'zbekistonda 10 tonna yetkazisha olmayapti juda katta ko'pchilik odam. Bu 40 tonna naskолько ishonsa bo'ladi, qanchalik bu real holat deganida mana siz
oddiy baliqchilar yo oddiy baliqchiligimiz oldin qilganmizki, oldin polikultura deymiz yo bo'lmasa haligi gektariga 1000 ta donadan tashlab o'shalardagi minus plus bilan buni yutuqlari yo buni risklari siz qanchalik buni analiz qilib odamlarga tavsiya qila olasiz mana shu narsani? Iskandar aka, bitta masala polikultura havzalarda shunaqa bo'lganki, suv havzasini atrofi qazib chiqilgan. O'rtada karmoy plastika qo'yilgan. Shunaqa. Karmoy plastika qo'yilgan. U suv sayoz bo'lib qolgan. O'rda borib, misol uchun 70 80 ila bo'lmasa 1 metrgacha suv o'tirgan, maksimal o'tirsa. Bizda hozirgi havzalarimiz aka to'liq chuqur qilingan. Hamma holati bu 2,5 metrdan boshlanadi-da to 3,5 metrgacha suv hozir turish qismi. Suvda turish qismi hozir bunda. Hamma yoqda bir xil. Bu deganiki aka, hozir bunda uklon emasmi hozir? Uklon qilingan, 2,5 metrdan 3,5 metrgacha uklon qilib kelingan. Shandorni oldi qancha chiqadi? 3,5 metr. 3,5 metr suvni o'zi, havzani o'zi bilan hisoblaydigan bo'lsangiz, 4,5 metr hisoblanadi. Mana atrofda. Ha, tepasi bilan. Tepasi bilan. Suvni o'zi mana shu yerda 3,5 metr o'tiribdi. Endi bundan sabab aka, baliqni yashash uchun, ovqatlanish uchun katta qism qilib qo'yilgan, tayyorlab qo'yilgan. Bu bemalol mana shu yerda ovqatlanib, tepaga, misol uchun kislorod bor joyga harakatlanib ketishiga mumkin. Polikulturada unaqa narsa yo'q aka. Polikultura asosan bitta joy qilingan. Eng yomon tomoni aka, yozga borib, havo harorati 50 gradusda ko'tarilgan paytda suv harorati 35-40 gradusgacha ko'tarilib ketgan polikulturada. Bu degani, bu o'zi 30 gradusdan keyin bilamiz, 28-30 gradusdan keyin sazanda diskomfort hisoblanadi. U ovqatlana olmaydi bu haroratga. U haroratga ovqatlanmagan hisobiga undan o'z-o'zidan ma'lumki, o'zi hosildorlik yo'qolib ketgan aka. Bunda unaqa emas aka. Suvni yuqori ushlagan hisobida aka, isisa maksimal 50 gradus bo'lgan paytda maksimal ko'tarilib borsa, mana shu havzalarimizda 30 gradusgacha ko'tarilgan. Biz uni sovutish uchun mana shu aeratorlar ham kislorod beradi, ham sovutishga ishlaydi aka bular. Demak, masalan, yozgi kunida juda katta ko'pchilik baliqchilarda bor fikr, yozda chillada baliqni yemlashni to'xtatib turish kerak. Sababi bu suv isib ketadi, hazm qila olmaydi, kislorod kamayib ketadi, yo bo'lmasa kunduz kuni kislorod juda baland, kechqurun kamayib ketadi degan qo'rquvlar bor. Demak, bu yerda bunga yechim berilgan. Bunga yechim berilgan. Bundan sezonni chillani ham ta'siri yo'q. Ta'siri yo'q. Bemalol, misol uchun chillada ham 30-50 gradus havo harorati bo'lgan paytda ham suvni haroratini o'lchaymiz, 27-28 dan ko'tarilmaydi. Yemlash o'zgarmaydi. Yemlash o'zgarmaydi, davom etib ketaveradi. Bir oy yutug'i bor ekan. Bir oy yutug'i bor, o'sha vaqtda ham to'xtatilmaydi. Zo'r yechim. Bular hammasi effekt berib ketaveradi. Keyin yana bitta narsaga e'tibor qilish kerak, bu yaxshi narsani aytib ketdingiz, qachon ovqat berilmaydi, to'xtatiladi, deyapsiz. Bunda ham shunaqa holatlar bor, ovqat berilmaydi. Mana hozir e'tibor qiladigan bo'lsak, tabiatda juda keskin o'zgarishlar bo'lyapti. Yomg'irlar, misol uchun may oyida bundan bir necha yil oldin may oyida misol uchun o'tgan yil yomg'ir yog'maganda, biz o'zi apreldan keyin yomg'ir ko'rmasdik-da, yoz hisobida hisoblanib ketardi. Lekin hozir mana aka, kecha ham qanaqadir sellar, yomg'irlar kela boshladi. Mana shunaqa bulutli holatlarga juda qattiq e'tibor qilish kerak-da. Chunki misol uchun oddiy holatlarda emas, nimasiga e'tibor qilish kerak? Kunlik ratsioningiz, misol uchun mana shu hovuzga misol uchun bu tovarni bo'lgani uchun kunlik ratsioni buni hozir 600-700 kilo kunlik ovqatlanadi. 600-700 kilo ovqatlanayotgan paytda aka, men havo bulut bo'lib qoladigan bo'lsa, sraz ovqat to'xtatiladi. Sabab suvda aka sraz kislorodni galadaniya paydo bo'ladi. O'zi suvda loyqa. Shuncha aerator bo'lsa ham. Shuncha aerator bo'lsa ham aka, aeratorimiz 20% gacha ishlab berishi mumkin bizga. Demak, qolgan 80% 80% tepadan quyoshdan Alloh berib turibdi. Aka, ana shu holatlar hisobiga aka, biza yomg'ir bo'limi, bulut bo'limi srazi ovqat to'xtatiladi. Shamol undan tashqari, shamol unaqa narsa emas. Shamolda muammo yo'q, faqat shamolda aerator yemni orqaga sepib yuborishi mumkin, shamolga qarama-qarshi qo'ygan bo'lsa. Kimdirlar aytibdi, shamolga ovqatlanish shamolga shart emas, ovqat beraverish kerak. Lekin bulut bo'lgan vaqtda aka, misol uchun, yana qarang, Iskandar aka, mana bulut ham endi bahorki, mana hozir ochiq turibdi, obeddan keyin birdan bulut bo'lyapti, yomg'ir yog'adi. Ertalabki ovqat yediriladi, obeddan keyingi ovqat aka o'zi to'xtatilishi kerak. Mabodo bulut bo'lib qolsa, o'sha kunni o'zida ham to'xtatish kerak. Bulut bo'lsa, o'sha kunni o'zi. Endi bu aka har tomonlama zarar. Qarang, birinchidan ovqat sotib olyapti. Bu yegan ovqati rasxod unga prosta. U baliq hazm olmaydi. Hazm bo'lmaydi. Demak, ertaga mana klientlarda shunaqa bo'lib qoladi. Men yem xarajat bo'lib ketib qoldi, seni yemingda yaxshi o'smadi yo bu yemda yaxshi o'sdi, bunda o'smadi. Demak, mabodo bulutli kunlarda yedirgan yemni ham massaga qo'shilmay, massaga qo'shmash kerak. rasxod bo'lib chiqib ketadi. Rasxod bo'lib chiqib ketaveradi. Birinchisi, ikkinchisi aka,
u aka qaysidir baliqlar aka qaytarib ham yuboradi. Chunki sraz kislorodni голодание bo'lgandan keyin suvda ifloslanish bo'lgandan keyin baliq отход qaytib chiqaraveradi. Birinchidan suvni ham iflos qilaverasiz. U ham sizga battar kasal qiladi. Battar kasal qiladi aka. Keyingisi o'sha cho'ntagingizga zarar berib kelaveradi. O'sha kunlar siz uchun o'smagan kunlar hisoblanib qolaveradi. Mana shu holatlarga e'tibor qilish kerak deyman. Aka, lekin juda havas qildim. Ko'llar juda zo'r joylashgan, qurilishlari ham akkuratniy, mana yo'llar, mana tortilgan toklar ham mana izolyatsiyali eng sifatli qilinganda. Shunday. Yana bitta narsaga qildim, nima deydi, guvoh bo'ldim. Oldinlari Dilshod aka rahmatli davrida ham yetarlilar. Endi hozir ko'pchilik hozir har kim bilganini qilyapti. Mana karmushka bilan shandor bitta joyda turibdi-da, mana shandorning oldida. Buni qanaqasi bor, yutug'i bor, lekin nimaga o'sha xulosaga kelindi? Oldinlari e'tibor bersangiz, ko'lli yarim belidan karmushka olib chiqilardi-da. Baliq yemlanardi. Endi hozir o'sha отходni olib chiqib ketish o'sha yerdan eng ideal degan xulosa bilan qilindimi yo yana qanaqadir qanaqalar bormi? Iskandar aka, buni biz hozir mana o'sha yana yuqorida ham ko'rsatib o'tamiz. Undan oldin so'z ochishda aytib ketay. Mana hozir dori vositalarini, preparatlarni Xitoydan olib kelish tashkil qilyapmiz-ku. Hozir bu masala aka nima uchun? Agar u o'sha uskunalar bo'lsa, o'sha preparatlar bo'lsa, karmushkani qayerdan qo'yishingizda ahamiyatsiz. Suvni chiqarish ham kerak emas. Suvni chiqarish ham kerak emas. Shu darajada qulaylik yaratadi. Aka, bu nima uchun qo'yilyapti? Sababi o'sha yuqorida aytganingiz, siz aytganda o'sha yerda отход ovqatlansin baliq. Baliqning o'zi umri davomida qiladigan ish shu, faqat ko'payish, ovqatlanish. Shunaqa. Instinkti shu. U o'sha yerda ovqatlanadi, o'sha yerda отход qiladi aka. Har haftada bir marotaba aka yakshanba kuni ovqat yedirilmaydi. Bironta havzaga yedirilmaydi. Hamda 4 ta 5 ta taxta birdaniga ko'tarib olinadi-da, suv chiqarib yuboriladi. To'g'rimi? Kimdirlar aytishi mumkin, stress oladi baliq, stress boshqa bo'ladi. Suv chiqadi. Bu aka baliq yoshligidan o'rgatib boriladi bu narsaga. O'zi aslida baliq sezadi u har yakshanba kunni. Har yakshanba kuni. Bugun yakshanba ketdi deydim. Aka, tabiat sezadi, bulut sezadi ovqat. Qoyillik. Bu faslni seza boshladi. Chunki aka mana o'z-o'zidan ma'lumki, misol uchun mana ovqatlanish davri ham faslga qarab borish kerak. Endi sentyabr, oktyabrga borib, foizlar ham farq berish kerak ovqatlanish foizlari. Faslga qarab. Sababi baliqda shunaqa instinkt bor aka, moylik bo'lib qoldi, yemingdan moylik bo'ldi deydi-ki, aslida u odam ovqat yedirishni bilmagan. U nima uchun? Bahorda qanaqa bergan bo'lsa, kuzda ham, yozda ham shunaqa berib keladi. Sababi aka, bahor bo'lishini, kuz bo'lishini baliq sezadi, tabiat sezadi. O'shaning holatidan baliq aka yog' paydo qila boshlaydi, chunki qishlashga unga instinkt bor. Xuddi ayiq qanaqa yog' o'ziga ana qilsa, nabirat qilsa, baliqda ham, boshqa hayvonlarda ham shu narsa bor aka. U chunki qishda uncha ovqat yemasligi. O'zi buni olib qaraganda baliqni, hayvonlarning fitrati bor-da aka, misol uchun. Nima deganda, misol uchun odamda ham bir marta kuniga ovqatlanish kerak yoki o'sha hayvonda ham yurgan payt ham misol uchun kuniga bir marta ovqatlanib bilgan bo'lmasa ovqatlana olmagan. Bu biz buni o'sha go'shtga boqadiganimiz hisobiga buni biz 3 marta ovqatlantiramiz. Va unda bu o'sha отход o'sha yerda ko'p bergan sabab o'sha yerdan qo'l bola sifatida biz o'zimizda tushuncha bilan o'zimizda o'sha Yevropa baliq boqish bilan Xitoyda baliq boqish bilan kelib chiqib taqqoslab o'shanaqa hozir olib keladigan dori vositalarimiz bo'lmaganligi uchun bizda bunga foydalanadigan narsalar bo'lmaganligi uchun mana shunaqa mexanik uslubdan foydalanib turibmiz. Qo'pol qilib aytganda. Bu mexanik uslub ham biz uchun avtomatizatsiya, boshqa baliq ko'llariga solishtirganda. Shuhrat aka, mana bu yerda aeratorlarni joylashuvi, mana bu quyosh panellari, mana bu karmushkalar, mana baribir hamma turishi xarajatda bularni. Shunday. Mana shuni qanaqa qilib effektivni boshqarish mumkin? Na keragidan ortiq qo'ymasdan, na kerak yetmay qolib, baliqqa kislorod yetmay qolmasligi uchun qanaqa rashyot qilgansizki, mana shu aeratorlarni qanaqa ishlatasiz? Kun bo'yi 24 soat ishlatasizmi yoki qaysidir kuni quyosh bo'lganida kamroq yo yemlanmagan paytda o'chirib turib, yemlangan paytda ishlatib? Aka, buni o'zini tartibi bor, turib sinab tekshirib ko'rganmiz bu narsani. Misol uchun asosan aeratorlar kechqurun ishlatish kerak. Kechqurun. Kislorod suvda aka kechki 12 dan to ertalabki 6 gacha juda past vaqt bo'ladi. Eng pasaygan vaqti 4 dan 6 gacha 2 soat davomida kislorod pastda 0 bo'lib qoladigan havzalar bor-da. Bu aka aerator shunga moslab qo'yilgan sababi aka buni ichida 12 mingta baliq bor. Dastlab bu yerda 6 tadan aerator qo'ygandik aka. 6 tadan qo'ygan vaqtimizda aka kichkinalik podrastkoy paytida yetardi bu narsa.
hozir baliqlar aka katta bo'lgan. Baliq hozir kamida buni 1 kilo 800 2 kiloda ichida tovar baliq turibdi. 2 kilodan ham oshiq. Уже tovarniga yetib ketdi. Уже tovarni yetib kelgan. Keyingi oydan buni sotuv boshlanadi bu narsada. Barakasini. Rahmat. Bu masala nima bo'lyapti aka? Aeratorlar endi aka уже baliq kattargan sababli, suvda ovqat ko'p berilgani sababli aeratorlar ko'paytirilgan, yana kislorod darajasini oshirish uchun. Demak, bu baliqlamaydaroq paytida hammasi ham ishlatilmasdan, pastiyani ham ishlatilmasdan qilingan. Buni siz polni sikl davomida necha kilovat ishlatyapsiz? Shularni rashyoti bormi sizda? Buni aka oylik 3 oy ichida yetkazayapsizmi baliqni mana? 3 oy. Mart, 3 oy, 4 oy, maksimal 3 oy, 4 oy shu atrofda. O'sha periodda qancha tok ishlatilyapti? Mana shu hozir 17 gektar joyimizda, 14 gektar joyimizda 14 gektar joyimizda oylik rasxodimiz aka maksimal ishlatsa 26 millionga boradi elektr energiya o'zi. 26 ming kilovat deganida bu to'g'rimi? Masalan, minimumdan bo'lganda 26 ming kilovat. 26 ming kilovat. Endi mana quyosh panel qo'yilgan aka, bu narsa o'zi muammosi yo'q, yechildi o'zi. O'zlariga kompensatsiya qilyaptilar. O'zidan-o'zi kompensatsiya qilib. Bularning gap bo'yicha 600 kilovat qo'ydim dedilarmi? Hozir bu yerda 160 kilovat turibdi. Hamma havzalar, hamma joyda umumiy hisobda aytibdilar-da, 600 kilovat. Gazetsalar, boshqa joylar bilan. Lekin bu yerda o'zida 160 kilovat turibdi. 160 kilovat aka o'rtacha misol uchun mana shuni o'zidan oyiga mana shuncha texnika ishlab tursa, maksimal ishlagan taqdirda ham yana 3 million, 5 million yana plyusga ishlaydi. Davlatdan pul ham oladi. Davlatdan pul ham oladi. Mana shu bular aytdimki, bular zamonaviy tadbirkorda bular. Fermer masalan tok ishlataman emas, undan ham foyda qilyaptilar. Aka bitta narsaga yechim qilish kerak, chunki mana misol uchun bizda bitta narsa bor, xalq o'rtasida qanaqadir yangi qonun chiqsa, qanaqadir yangi taklif chiqsa yoki Vazirlar Mahkamasida nimadir tasdiqlanib chiqsa, tamom, xalqni sindirish uchun qilindi deydi. Yo'q, bu aslida ilmli odamlar tomonidan, fikrli odamlar tomonidan bu o'ylangan, proyekt hisob-kitob qilib chiqilganda bu narsa. Aka, mana shu sohani ko'tarib chiqish uchun qilingan. Sohani ko'tarish uchun qilingan. Aslida chunki tokda aka biz gazni yoqib tok olardik. Ekologiyani rasvo qilib ko'mirni yoqib tok olardik aka. Shunaqa. Mana olishimiz mumkin ekanki, tayyor quyoshimizdan qancha foydalanib turibmiz. Men eshitishim bo'yicha Qozog'istonda quyosh panel qo'yishga ruxsat yo'q ekan aholiga. Sababi buni o'zini texnik rasyotlari bor ekan, liniyani hali yoqib yuborish mumkin, qayerdadir haligi kuchlanish, ko'tarmay qolish mumkin. Demak, bizning davlat fermerlarni himoya va ularga yordam berish uchun o'ylab topilgan narsa. Buni qanaqadir tayziq yo bo'lmasa haligi buyruqni bajartirish yo qanaqadir quyosh panelini sotish uchun deb qarash kerak emas, optimist fikr bilan qarash kerak. Bu fermerlarni qo'llab-quvvatlash va bu imtiyozlardan foydalanib foyda qilish kerakligida. Endi aslida buni olib qaraganda, misol uchun bir so'z borki, nima deydi? G'urbat izlaganga g'urbatdir dunyo, illat izlaganga illatdir dunyo. Aka, nimadir chiqdimi qonun? Shuni yaxshi tomonini qarab bilish kerak deyman-da. Misol uchun quyosh paneli bo'yicha chiqdi, vaqtida bir kimlardir misol uchun majburlab qo'yildi, qo'yasan deb. Lekin aka, misol uchun qo'ygandan keyin o'sha odamlar foydasini bildida shuni. Shunaqa. Foydasini bildida, mana o'z-o'zidan hamma qilib ketyapti. Shunaqa. Hozir mana misol uchun baliq sanoat tomonidan intensivlashtirish bo'yicha o'sha nimalar kelyapti, chora-tadbirlar ketyapti-da. Lekin ko'pchilik baliqchilar aytibdi, kerak emas bizga deb. Nima qilaman xarajat qilib, elektr energiya deb. Men aytaman, oyiga 26 million desam, kimdir orqaga tashib oladi-da. Lekin bu yerdan chiqadigan baliq bilan san chiqargan elektr energiya hisob-kitob qilsangiz tangada u elektr energiya. Yoki bunga yegan yem misol uchun o'rtacha mana 10 mingta hisoblasangiz 35 tonna yem yeydi misol uchun. Kimdir hisoblaydigan bo'lsa, bir 400 million tagiga boradigan yem bilan oziqlanadi-da. O'ylasangiz, men 1 gektarga 400 millionga ovqat beraman. Aka, 900 million 1 milliardga baliq olaman. Shunaqa. Mana hozir bitta siklda mana shu yerda tok oyiga 26 milliondan ishlatilganda ham 81 million bo'ladi. Primyerda 78 million. Ha? Lekin uni hali bular to'lamayapti. Uni quyosh paneli bilan yengdi, bu tadbirkorlikni ularning ishbilarmon onligi. O'zi aka, bular to'lab beryapti, nabor davlatdan pul ko'chadi aka. Ikkinchisi, mana kichkinagina joyda, masalan 50 gektar egallab olmayapti-da, bitta joyi o'zidan 40 tonna baliq olyapti. Aka, qarang, endi mana masala hozir shuni aytayotgandim, o'sha baliq sanoat tomonidan ham, misol uchun boshqa tashkilotlar tomonidan ham ko'rilyapti yoki mana shu sizga bizga o'xshagan odamlar borib Xitoyga ko'rib, boshqa joyga ko'rib, ularning tajribasini ko'rib aka o'rganib qilishimiz kerak edi. Nimaga degan savol bor-da. Nima uchun Xitoydan o'rganishimiz? Savol, nima uchun? Boshqa joydan o'rgansak, yo'q. Nima uchun o'rganamiz? Chunki aka, Xitoyda nima uchun shuncha 1 milliard aholi bor? Nima uchun baliq tanga turadi? Yoki 1 milliard aholi bor, tovuq go'shti misol uchun tanga turadi. Nima uchun? Qanaqa qilib yetkazibdi bular?
Bu misol uchun sababchi aka, sabab aka kichkina joydan yuqori hosildorlik olib, qo'pol qilib aytganda ham o'sha ilmni ozgina yondashtirib, bu yerda o'rganib, aka katta hosil olgan pribil. Birinchidan aka bu narsa suvni iqtisod qilishimizga sababchi. Yerni iqtisod qilishimizga aka 200 gektar, 300 gektarlab yerda ega ola olmaymizda, mana misol uchun mana 14 gektar, 15 gektar joyda misol uchun mana hosilni ko'rib turibsiz. 700 tonna, 800 tonna hosil olamiz. Misol uchun bir patokda o'zida. Tushunaman. Bu dahshat narsa-da aka. Shunaqa 700 tonna baliq ha, demak. Ha. 600 tonna, 700 tonna. 600-700 tonna o'zi mana shu yerdan Bu deganingiz mo'ljallab ham- turilibdi aka. Ha, bir 25-30 milliardlik baliq deganida Shunday endi bozor narxi. 25-30 milliardlik baliq yetishtirish uchun masalan bu yerda 150 millionga tok ketishi yo bo'lmasa qanchadir 15 milliardlik yem ketishi. Yem Mana o'tgan ketishi. yil bizdan 16 milliardlik yem olishganda. Ha. 16 milliardlik yemni hisobi 30 milliardni oldida aytganingizda hech narsa Hech emas. narsa emas aka. Lekin hali 10 gektar emas, hali 100 gektardan 1 milliard pul ishlamayotganlar bor. Endi bu Yo 2 milliard. Bular mana hozir 30 milliardlik mahsulot sotishayotgan bo'lsa, barakasini bersin. eshitsa aka o'sha odamlar uchun misol uchun qanaqadir bir utopiyada tuyulishi mumkin Shunaqa, aka. Mana real holat aka. Menda bitta xulosa bo'ldi, hali gapingizga qo'shimcha aytaman-da. Xitoyga bordim. Xitoy mana 7 ta shahariga ham 6 ta shahariga bordim, baliqchilik xo'jaliklarini ko'rdim. Oldin ham borganman. Men hayron qolganman. Turkiyaga borganda hamda mana Xitoy ximiya ishlatadi, ular sifatsiz narsalar ishlatadi, boshqa dori-darmon qilib tashlaydi, hamma yog'ini zaharlab deydi. Qip-qizil yolg'on o'sha narsalar deb hisoblayman. Sababi men lechniy o'zim bunaqa rejimda ovqatlanaman-da, dori-darmon pastelni yonimda olib yuraman, ehtiyot shart. Chet elga chiqqanimda. Bir marta dori topilmadi-da, Xitoyda apteka qidirdim, aka topolmadim. Bu xalq sifatsiz zaharlangan mahsulot yeyotgan bo'lsa, apteka tiqilib yotgan bo'ladi-da har qadamda. Mana biza mahallaga chiqsangiz, liboy magazindan, restorandan ko'ra apteka ko'pda. Demak, biz o'zimizda hali ximiya yeyapmiz deb hisoblasak bo'ladi. Ularni aniq qilishdan ko'ra, to'g'rimi? Demak, ular bizaga qaysidir ma'noda ularni tanqid qilish emas, ulardan hali ko'p narsa o'rganishimiz kerak. Aka bizda ayniqsa shu xalqda bitta narsa bor aka. Birinchi yangilik chiqsa, nimadir yangilik chiqsa, faqat tanqidga qarab chiqamiz-da. Negativ bilan qabul qilamiz. Mana shu odamlar misol uchun nima uchun bu darajaga yetibdi? Sababda nima uchun misol uchun bu odamlar 30 tonna baliq olib 35 milliard, 40 milliard, 10 gektar, 15 gektar joydan daromad qiladi. Aka sababi bular risk qilib bilgan. Dunyo qarash o'shanga yetib bilgan, tushunib bilgan. Misol uchun bular baliqchi bo'lmagan aka, bular baliqchi emas bular aslida. Bular baliqchi, bular o'sha tadbirkorlik, o'sha boshqa yo'nalish bo'yicha bo'lgan. Mana o'zi baliqqa kirib kelib, misol uchun ustozimiz bilan birgalikda hamkorlikda bu odam baliqchilikka tortdik-da. Abdulla aka degan ustozimiz bor, shu kishi bilan baliqchilikka tortdik. Kerak bo'lsa investitsiya tiqqan joylari bo'ldi, u kishini boshqa qilib, chunki o'rgataylik, tushuntiraylik. Bu narsani o'rgansa, kimdir qilsa, keyin shakllanib ketadi degan ma'no bor. Aka buni misol uchun men fikrlarimni baliq sanoatidagilarni eshitib turgan bo'lsam aytadi, aka, Navoiy viloyatida faqatgina ikkita ko'ldan baliq olinadi. Bitta To'dako'l, bitta Haydarko'l degan ikkita ko'limiz bor. Shu ikkalasining balig'i edi, boshqa joyda baliq bo'lmasdi aka, Navoiy viloyatida. Aka hozir ikkita ko'lni balig'i уже seklashib qo'ygan. Bor yo'g'i misol uchun oyiga baliq bersa 10 tonna, 15 tonna baliq beradi-da. Bor yo'q, bersa o'shani. Lekin o'sha katta havzalar. Shuncha katta havzalar. O'shalar endi tabiiy baliqlar kamayib ketdi, lekin aka mana shu viloyatda baliq yeyish bo'yicha, baliq narxini arzonlashish bo'yicha aka asosiy mana shunaqa sun'iy ko'llar. Mana shular ko'tarib berdi aka. O'zimizda misol uchun ustozimiz bor, shu boya aytganimda Abdulla aka, Sheyx sa'y harakatlari bo'ldi, bizlarning harakatimiz bo'ldi aka, baliq sanoatidagi yigitlar harakati bilan misol uchun mana shu darajada baliqchilik keng tarqalib ketdi-da. Prosta Navoiy shunday tajribasiz sifatida shunaqa baliqchilik bo'yicha mana Xorazmni yoki Vodiyni oldiga tushunmasdi-da. Hozir aka Navoiy baliq chiqardi desa, kerak bo'lsa Xorazm bilan Vodiy sal to'xtab qolibdi aka. Shu darajada juda ta'sir qildi. Mana bunaqa sifatli qilib yetkazsangiz aka, menimcha ne только bu Xorazm, Navoiy, butun Toshkent siz balig'ingizni quchoq kutib oladi. Shunday ta'sir qildi. Bitta mana bir keldimda, mana soorужениyani ko'ryapman, juda akkuratni qilingan. Mana konteynerdan latokchalar qilinibdi, zo'r yechim qilingan. Hech qayerga urib ketmaydi, boshqa qilmaydi. Suv kirishi bu yoqqa kiryapti, bu menimcha. Aka, e'tibor qilsangiz, har bitta havzada to'rtburchak qilib tayyorlangan. Atkoslik o'sha tomonga bir tomonga atkos qilib olingan. Hamda har bitta havzani ikki joyidan suv kiradi. Doimiy ravishda. Hamma yoqda kislorod bir xil. Hamma yoqda kislorodni bir xil ushlab turish uchun. Lekin bitta vapros bo'lyapti-da menda.
Bizda sito filtr degan narsa juda populyarni. Nima uchun sizda yo'q? Nimaga sizda yo'q? Bu sito filtr glavnida turibdi. Ha, anaqa nasosni oldida. Nasosni oldida glavnida turibdi. Ha, Bularga maydalab qo'ymagan. 20 ta turbani oldidagi anaqa qilmaysiz, bittasini Bittaga qo'yiladi, tozalaysiz. o'sha glavnida turibdi. O'sha yerdan sito filtr o'tadi. To'lib qolib, yirtilib ketib, boshqaroq bo'lardi bizda. Muammolar ko'p. Bu yerda misol uchun har bittasi ikkitadan bo'lsa 20 ta joyda qo'ygandan ko'ra bitta joyga Uni qo'yilgan. kuzata olmay qoladi, bora olmay qoladi. Bu Bitta joydan loyiha suvi mamitlari oldlari to'lib ketib, aniq qilinsa har yil qazib olib tashaladimi Aka, har 3 yilga bir marotaba buni suvni tagini hozani tagini quritib, sekin surib chiqariladi buldozer bilan hamda ekskavator bilan solib, mashinaga solib olib chiqib ketiladi. Buni yoniga suzib, to'dalab qo'yish yo yonida atkos qilib foydalanish bu zaharni ko'tarib yana tepaga chiqarib qo'ydiz degan. Juda katta xato bu narsa. Juda katta ko'pchilik shunaqa qiladi. Buni olib chiqib buldozer bilan chiqaradi yo ekskavator bilan chekkaga olib qo'yadi. Eng katta xato aka. Eng katta xato. Bironta misol uchun mana e'tibor qilganmisiz, bu o'zi tozalangan havzalar birontasini girdiga loy yoki nurni saqlanib qolmagan. Shuni aytaman-da. Olib borib mana shu joydan olganmiz ham shunikini shu yilga mana shu joydan to'dalab kelinadi. Yoniga ekskavator bilan yuklab mashinaga yuklab olib chiqib ketiladi. Aka, bu ham hosildor. Hosildor tuproq. Qayergadir agar ekadigan bo'lsangiz eng zo'r tuproq. Chunki nitrit bilan ammiakka boygan tuproqda. Lekin baliq uchun zaharli. Inson uchun o'zini adhot o'ziga qaytadi. O'zi uchun. Ana shunaqa tartibda tozalanish kerak. Shu akkuratni qilingan. Bu yerda aka mana 14 gektar desa, 14 ta dona bo'lsa, necha tonna yem beriladi bir kunda, hozirgi kunda? Yo bo'lmasa bir sezondami, 3 oylikdami? Bu havzani o'zi emas, hammasini birga qo'shib aytaman, 30 gektar joyga aka 5 tonnadan yuqoriroq yem beriladi. Bu postoyanli shunaqami? Haligi konveyer uslubida yetishtirasizlar-ku sizlar mana. Chavog'ingizni ham o'zingizga o'zi yetishtirasiz. 5 tonna yem doimiy. To'xtamaydi. Hozir bu misol uchun yil 7 oy beriladi. 2 mm, 3 mmlik yemlar u nimalar berilyapti? 250-300 grammlik baliqlar berilyapti, podroskoy. Chunki hozir buni erta 1-iyundan boshlanadi. Mana o'sha suv tushira boshlangan, mana havzaniki. Shundan baliq tutishda boshlanadi aka. U yer ovlashga tayyorlanyapti. Ovlashga tayyorlanyapti. Bundan ovlashda boshlangandan aka, sraz undan olib kelib, dezinfeksiya qilib tayyorlangandan sraz bunga anaqa qilib ketaveriladi. Men bitta qo'yil qo'ygan joyim bo'ldi-da, mana shu Orif akani optimiz odamligini juda yaxshi hurmat qilaman-da. Buni hech qachon bir voy mana bunaqa bo'lib qoldi, baliq arzon bo'lib qoldi, yem qimmat bo'lib ketdi demaydi. Yechim qidiradigan odamda. Juda mana qarasak, juda katta restoran ham quryaptilar, menimcha baliqchilikga mo'ljallayapti. Baliq o'zi yetishtirib, o'zida qo'shimcha qiymat bilan sotish. Sotish, shu yerda tashkil qilish masalasi qilinyapti aka. Mana shu yerda o'zida. Yana bir narsa aytmoqchi bo'ldim. Ular o'tgan yil iyunida baliq sotganlarni eslayman-da men. 62 mingdanmi, 65 mingdanmi sotishdi. Shunaqa narx bo'luvdimi? Shunaqa. Hozir ham aka 58 mingdan boshlanyapti. 58 mingdan. Bu yerda hovuzlar 60 mingdan kam bermoqchi emasmiz. Bu endi tiniq, tilladek bo'lib chiqadi dedi baliq, daryoning suvi. 60 mingdan kam berish rejamiz. Mana sezonda 40 mingdan sota olmay, mana vodiydagi baliqchilar 33 minggacha tushib ketdi-da. Xorazmda 40 ming, 42 mingga tushib ketdi, dod devorishdi. Endi Xorazmni suvi nisbatan sho'rroq, og'irroq, u yerda mehnat, unumdorlik qiyinroq. O'shaning hisobiga tannarx balandda Xorazmda. Vodiyda sal tannarx arzon. Demoqchiman, 40 mingdan sota olmayapman deb nolinib, baliqchilik bo'lmaydi, ubitga deb o'tirmayapti-da. Orif aka bu yerda yechim topyapti. Mana baliq sezonda yo'q paytiga olib chiqyapti. Yana kichkina joydan unumdor hosil qilyapti. Hisoblab ko'ryapti, ko'proq aerator qo'ysam, bitta joyi o'zidan kerak bo'lsa 10 gektar balig'ini olaman deyapti. O'ziga konveyer qilib, baliqni chavog'ini ham eng sifatlisini o'ziga o'zi yetishtiryapti. Mana sizga o'xshagan mutaxassislarni mahkam ushlab olgan. Shuni. Nima deysiz endi bularni ishbilarmonlarga yana qo'shimchalik anaqangiz bormi mana? Bu baliqchilikning eng sir joyida bu. Baliqchilar o'rganinglar bu narsani. Chunki bu baliqchilik hech qanaqa bu agrar soha emas, bu hech qanaqa dehqonchilik emas. Bu hammasi ilm. Mana shu Orif akani mana hozir ham ularni necha yulduzli gastnitsa endi hozir kelganimiz? 4 yulduzli. 4 yulduzli gastnitsalari bor. Oldida gelik turibdi. Mana baliqchilikni menimcha O'zbekistonda bitta odam u, gelikda yurgan baliqchi, to'g'rimi? Demoqchiman, bir odam optimist, bir mana quyosh panelini pulga aylantiryapti. Tokni, davlat sotayotgan tokni pul aylantiryapti. Baliqni qo'shimcha qiymat bilan sotaman deb restoran quryapti. Menimcha biznes loyiha ko'rsatib qo'yishgan davlatdan qanaqadir ulgidalar ham bor-a. Restoran qurish uchun ham qanaqadir turizm deb imtiyozlar olgan bo'lsalar kerak. Soliqdanmi,
yoki kreditladami? Ha, u ham imtiyozlari Endi ularni o'zlarini Orif aka man bilaman juda ishbilarmon odam ular agar birga bir tashlamasa ishlamaydilar borku. Aka bitta narsada boya yuqorida aytdim, har bitta chiqaradigan qonun, hamma narsa aka bekorga chiqmayapti-da. Bu xalqni o'ylab, tadbirkor o'ylab, uni misol uchun aka biza endi tadbirkor, pul topadigan odamlar aka, bu odamlar izlanuvchi odam bo'lishi kerak-da. O'z ustida o'qish kerak. Chiqadigan har bitta qonunni mana shunaqa o'zi tushunmaydigan bo'lsa, mutaxassislar bilan o'tirib fikrlash kerak. Nima uchun bu chiqdi? Nima xohlab? Chunki mana misol uchun 2030-yilgacha baliqchilik xo'jaliklari uchun hozir yer soliqdan ozod qilingan. Foydalanib qolish kerak. Foydalanib qolish kerak. Yoki bo'lmasa mana hozir qishloq xo'jaligi mahsulotlari 12% indeksdan ozod qilindi. Foydalanib qolish kerak. Masalan, bular hozir Baydiya bizda mana 1 yilda 15 milliardlik yem olsa, primerni 1 milliard 800 million indeks qaytarib oladi. Rahmat sizga. Shuni aytmoqchi. Indeks o'zidan foydalanadi. Shuni aytmoqchi. Tadbirkorlik. Aka qarang, o'shani aytmoqchi. Oddiygina aka, misol uchun kimdirlar baliq sotadi, boshqa qiladi, aka. Ananga ko'rsatmaydi. Оборотga ko'rsatmaydi, boshqa bo'lmaydi. Aka, оборотga ko'rsatyapti. Baliq оборот aylanayapti, misol uchun. Mayli to'g'ri daromad solig'ini olyapti, lekin plus 12% bu borib indeksdan olib kelinyapti aka. Buni shuni o'zi aka qo'shimcha 12% foydani 12% o'zi ham misol uchun 15-12 milliardgacha bular pul olyapti. Shunaqa. Davlatdan-da. Shunaqa. Aytmoqchi bo'lganim aka, 2 milliardgacha. Aytmoqchi bo'lganim aka, har bitta qonun bilan chiqadigan nimalar bilan hamohanglikda yashamasangiz o'sha aka, planlarni qilib, o'rganib yashamasangiz aka, hozir chetlashib qolasiz. Yomon deyverasiz. Bu как будто xalqni yomonlikka chiqarish uchun emas. Buni oddiy narsani tushunib yetish kerak bu narsa. Bu yana bitta yechim topdik-a mana. Baliqchilar suzadigan yemni xavotir qilishadi, qushlar bezovta qiladi deb. Mana yechim. Buni qanchalik foyda beryapti aka? Bu ishlayaptimi, ishlamayaptimi? Bu ishlaydi. Bu ham bir yaxshi yo'nalish. Buni ishlatib turibmiz. Mana shu suzadigan yemlar mana e'tibor qilgansiz, qushlar keladi, boshqa keladi. Bu aslida baliqlar o'zi cho'chiyapti, o'zi qochyapti ana baliq cho'cha boshlaydi. Bu stress, bu baliqqa ham stress aka. Qushni qancha ko'p bo'lganligi aka, baliqdan. Mana qushni ko'rsatishlaringiz mumkin. O'sha qushni ko'rganida baliqda o'zi stress bo'ladi, ham qochadi, ham yegan yemidan cho'chiydi, hazm buziladi. Bu havzalarning hammasini burchagida pastda bor bunda. Havzalar va katta. Mana bu kichik havzalarning eng qulay tomoni aka, bunga qush kelmaydi. Chunki bunda aka odam yaqinligi juda yaqin bo'ladi, boshqa bo'ladi, bunga qush kelishgan. Qirg'oqlar yaqinda, qirg'oq yaqin bo'lgandan keyin katta havzaga ko'p bo'ladi, shuning uchun e'tibor qilgan bo'lsangiz, buni katta havzani yoniga to'g'ri. Bu 3,5 gektarlik havza. Ha, bu kattaroq ekan. Keyingisi yana bitta 3,5 gektarlik havza turibdi. Buni katta havzalarga to'g'rilab qo'yilgan sababi aka, qush bu yerda ko'p bo'lgani hisobiga. Bitta narsa bo'ldi-da, men Xitoyga borganda mana gektaridan 40 tonna plus minus 70 tonnagacha olamiz deb bitta katta baliqchidan suhbat olib turdim. Qarasa bitta ko'li 13 gektar ekan. Demak, bundan siz 400 tonna baliq olasizmi deb so'rasam aytdi, "Yo'q, bundan dedi 60-70 tonnadan ko'p baliq ola olmayman. Chunki kattaligini hisobiga men gidroximiyani ko'nglimdagidek ushlay olmayman" deb cho'chib kamroq tashiyman dedi. Sizlarda hech kim qanaqa shunaqa 3,5 gektarlikda mana ayratilla soni ham narigidan 3 barobar ko'p emas-da. Qarasak bir 10 ta ayratib turibdi shekilli. 10 ta ayratib. Aka hozir buni aytib o'taman. Buni bitta masalasini aytib o'tib ketay. Buni odamlar ishlatadi. Noto'g'ri ishlatganligi hisobiga qush qochmaydi. Nima joyi noto'g'ri? Sababi bu narsani kun davomida yo 1 soat yoki yarim soat davomida yoqib qo'yiladi. Yoqiladi. Yoqiladi. Buni postoyanno buni doimiyga qo'yib qo'yadi. Propan xarajat qiladi. Bunga propan sotib olib keladi kun davomida. Bu aytadi effekti yo'q deydi. Nima uchun? Aka, bu qushlarda instinkt bu aka. O'rganadi. Poq qilibdimi? Bu o'zida o'shanaqa dov chiqaradigan bor shekilli. Tabiatda bu aka, bu instinkt paydo bo'ladi. Qush uchun sarosimali holat bo'lmaydi. Bemalol kelaveradi. Bir kunga bir marotaba aka, misol uchun miltiq bilan aylanish kerak. Bir kunga bir marotaba buni ochib qo'yish kerak aka. Qushni aka aldash kerak. O'rganib qolmasligi. Buni ovozi o'rgatib qo'ysangiz aka, tamom ishlamaydi. Ishlamay qoladi bu narsa. Shuning ana shu holatga e'tibor qaratish kerak. Keyin bu yer hosildorlik masalasi. Keyin buni hosildorlik masalasi. Aka, bu havzani formasiga bog'liq aka. Bu misol uchun Xitoyda borgan vaqt siz qayerdan tushuntirgan uni bilmadim-ku, bizda aka, bizda o'qitgan vaqtlarda shunaqa tushungan. Bu forma ikkiga bo'lingan. Mana suv kiradigan joyini ham e'tibor qilyapsiz. Ikki qismdan kiryapti. Asosan mana bu yog'ida bu keyinchalik qo'ydik yetmagani uchun. Asosan ikkita mana shu beton qilingan joydan suv kirardi bu yerda. Aka, mana shu o'rtadan
Havza o'rtasidan chel berilgan, ko'tarilgan, do'ng qilib. Mana bular qo'li bilan ko'rsatayotgan paytda bolalar shuni olinglarki, odamlar tushunsin. Mana bitta suv degan paytda suv kiradigan joylarni ko'rsatinglar. Mana bunaqa degan paytlari uni qilib tasavvur uyg'onsin odamlarda, mana bularni tushuntirayotgan. Mana 3,5 gektar ko'l bo'ladigan bo'lsa, 3,5 gektar ko'lni o'rtasidan ikkiga bo'lingan ko'rinmas holatda. Ha, o'rtasi balandroqmi hozir? O'rtasi baland buni. Ikki tarafga qarab. Ikki tarafga qarab uklon. Bu nima uchun kerak? Birinchidan baliq ovlagan vaqtda buni misol uchun 3,5 gektar ko'l bo'lsa, hozir bu yerda salkam 30 mingtadan ziyodroq bu yerda baliq bor. Bu aka, bu degani misol uchun o'rtacha olib qarasangiz 90 tonna, 100 tonna baliq deganda. Hektardan. Ha, unda birdan chiqarganda zibit yo'q aka. Uni 90 tonna, 100 tonna birdan chiqarib sotib bo'lmaydi. Shu uchun aka, buni suv tushirilgan vaqtda aka, bu tomon alohida turadi balig'i, bu tomon alohida turadi. Biz bu tomonga kirmaymiz, bu tomonni balig'ini olib ketaveramiz. Qanaqa qurilgan, ichini aytib bera olasizmi? Masalan, mana shu o'rtasi necha metr suv turibdi? Chekkalar o'rtada. Hozir mana shu o'rtadagi chel gidit aka suvni eng sayoz joyidan 1,5 metr balandlikda turibdi. Qolgan joylardan nisbatan 1,5-2 metr balandroq. Balandroq, 2 metr emas, 1,5 metrlik balandlikda turibdi. Bu tomondan boshlanadi, misol uchun mana shu 2 metrdan boshlanib, oxiriga borsa suvni o'zi 3,5 metr, 3 metrga suv atkos bo'lib borgan. Katta ko'llar uchun ham yechim ekan. Katta ko'llar uchun yechim. Buni aslida biz buni kichik qilishimiz kerak edi. Maqsad nima uchun bunaqa bo'lib qolgan sabab bu joylar aka karyer bo'lgan. Bu yerdan qumni olib chiqib ketganlar. Qum yetkazib bo'lmaganligini hisobiga havza shunday katta bo'lib tushib qoldi. Sizlarga damba qilishga tuproq, qum yetarli. Ha, tuproq yetarli. Chunki dambalarni e'tibor qilgan bo'lsangiz, har biri 6 metrdan. Buni atkosi 8 metrdan qilingan aka, yirik dambalar. Bu o'sha xalqaro suv ombor qurish sistemasi bo'yicha, tizim bo'yicha qilingan aka. Ha, hech qachon urib ketmaydi. Urib ketmaydi, damba yedirilib ketmaydi hech qachon aka. Damba orqaga qaytib qolmaydi. Tem bo'li bu daryoni bo'yida, bu yerda risk ko'p. Mana shunaqa tizim bo'yicha ishlayman. Daryoni bo'yi atrofi aka, boya yuqorida ko'rgan hamma yoq tosh tashab chiqilgan. Chunki daryo toshadi aka. Daryo toshib kelgani uchun yedirilmasligi uchun tosh tashab chiqilgan. Bu mana bu baliqlar menimcha krevetkami nimagadir kelyapti. Bular tabiiy ozuqa keladi, baribir daryoning suvida krevetka ko'proq. Tabiiy ozuqaga keladi. Endi setobo ko'pincha seto ham o'tkazmaydi. Yo'q, setoni. Просто tabiatga maza qilyapti bular. Tabiatga endi aka suv oqimiga qarab yoqtiradi. Oqimga harakat qilishda yoqtiradi. Chunki o'sha sazan balig'ini fitratiga bor bu narsa aka. Bu kasal emas, bu oddiy holat, bu narsa hammasi suv oqimiga qarab harakat qilib kelaveradi aka. Katta savol bo'lib turgan narsa, kasalliklarni qanaqa boshqarasiz bunaqa zich holatda? Aka, kasalliklarni boshqarish aka nazorat, faqat nazorat. Kelib turib, hozir nazorat qilamiz. Endi shu paytgacha aka bularga hayvon dorilaridan foydalanib turardik. Vet aptekadan olib turib, aptekadan olib, chunki boshqa hayvonlar uchun chiqqan dorilar. Chunki o'sha o'qiganimizdan qarab, yechimlardan qarab chiqib, misol uchun sostav yaqin bo'ladigan dorilardan keltirib foydalanardik. Aynan baliqchilikni o'zi uchun yechim dorilar bo'lmagandi bizda. Ha, dori yo'q edi. Mana misol uchun ampralin degan dorilar bor, antibiotiklar yoki boshqa antibiotiklar bor. Baliqning mana ich ketishi bor. Kimdir misol uchun mana karmushkada ko'proq yem saqlab qo'yadi, yo bo'lmasa oshiqcha yem qolgan bo'ladi, yo bo'lmasa misol uchun karmushka tagida ozgina yem qolib ketgan bo'ladi. Buni asosiy tarkibi aka ribniy muka, ko'stni muka. Bu degani go'sht degani. Go'shtda nima bor aka? Tezroq achish bor. Hammasi yog'lar bor, aminokislotalar. Yog'lar ham achiydi 25 gradus. Shunday. Misol uchun siz oladigan o'sha nimada yemda misol uchun antibakterial probiotiklar qo'shilmagan bo'lsa, bu o'sha yemni achishini, ping'islashini oldini oladigan mahsulotlar qo'shilmagan bo'lsa, uni hech kim bilmaydi. Qo'shilmagan bo'ladigan bo'lsa, u tez ayniydi, tez achiydi. O'sha yemni yeb qo'ygan baliqlar bor, u atralina bo'ladi, ich ketish paydo bo'ladi. Suv yuzida yirik bunaqa atxot chiqara boshlaydi. Atxotdan ham bilish mumkin. Avgust sentabrda shunaqa ko'p. Atxot chiqara boshlaydi. Atxot chiqara boshlagan aka baliqda muammo bor degan aka. Aka yana bitta bir kulchoy moment aytib o'tdingiz-da, baliqchilar juda e'tibor beringlar. Mana shu narsani ko'p aytganman. Xitoyga borganimda ham yemni karmushkaning ichida zinhor qoldira ko'rmang. Saqlab bo'lmaydi. Qoldirmanglar. Svejiy skladdan olib kelib, ham oftob tagida saqlaydiganlar bor. Men 3 kunda, 5 kunda yedirib yuboraman deb. Mana aytayaptilar, ribniy muka, мясокостный muka, ular go'shtlar issiqda tabiatan achiydi, buziladi, ayniydi. Yemni tarkibida yog'lar bor, aminokislotalar. Bular 25 gradusdan tepada уже ishqor unaqa reaksiyaga kirishadi. Bular ertaga keyin oqibat nima bo'ladi? Baliq kasallanadi, ichi o'tadi. Demak, u keyin
yemmi yaxshi emas, yo meni balig'im kasal bo'lib qoldi, dori yo'q, meni yemlay olmayapman. Jigari shishib chiqadi, qornida suv to'da qiladi. Demak, har bir detalda kichkina yechimlar borda. Mana suvni olib kirishda, aeratorni qo'yishda, karmushkani o'rnatishda, suvni chiqarib yuborishda, yemlashda juda e'tiborli bo'linglar baliqchilar. Bu kichkina narsa, lekin havzani tayyorlashda, havzalarning holati ham farqi bor. Demak, mana Shuhrat aka, bu yerda mana haqli savol tug'iladi. Bu narsalarni baribir haligi ustoz shogird turib yoki doimiy maslahat olib o'rganmasa, odam bu narsalarni birdaniga bitta podkastni o'zidan ola olmaydi-da. Shuni. Shunga aka bir yechim qilib, mana xudo xolasa, ana siz bilan gaplashuvdik. Mana Navoiy viloyatida, mana mana shu bu trassaga yaqinroq joyda, qaysi rayonida biz o'tganimiz? Karmana tumanida. Karmana tumanida. Guli magazini oldida. Yo'l yuzida nima magazin? Guli magazinning oldida, xudo xolasa biza mana sizga adresi, lokatsiyalarini ham kiritib qo'yamiz. Shaxsan Shuhrat akam o'zlari o'sha yerda maslahatchi bo'lib, sizlarga hamma yechimlarni berib, Aquagrotek brendi laboratoriyasini hamma mahsulotlarini taklif qilamiz. O'sha Toshkentda ham, Xorazmda ham, Vodiyda ham, Navoiyda ham bir xil narx bo'ladi. Sizlarda qo'shimcha yutuq Navoiydan olsangizlar, shaxsan Shuhrat akani o'zidan maslahat olasizlar. Mana Navoiy, Buxoro, Samarqand viloyatidagi baliqchilar uchun zo'r imkoniyat. Bularni nomerlarini kiritamiz, o'sha lokatsiyalarni qo'yamiz, do'kon tashkil qilamiz. Xudo xolasa baliqchilikda eng zo'r natijalarga erishasizlar. Mana bular qilib beraman, zo'r bo'ladi degan odam emas, qilgan odam bular. Bu ishlarni hammasini biladilar. Oldingi podkastimizda ham qaysidir kommentariyada bittasi yozib qo'ygan-da, o'tirib olib gapiraverasizlar endi sizlarga oson deb. O'tirib olib gapirayotgan odamlar emas bular. Bular ishni bajarib turib gapirayotgan odamlar. Akalar, men ham masalan bu formada yurib, yo Xitoyga borib kelib, men olib sotar emasman. Men 8-9 yillik baliqchiman. Men o'zim ham 30 tonnalab baliq yetishtirganman gektaridan. Bu baliqchilikni ichak chavog'idan tortib, bu realizatsiyasi eng qiziq joyi marketingini men sizlarga tushuntirib bera olaman. Qanaqa sotish kerak, qachon sotish kerak, qanaqa ishlatish kerak, qanaqa sotib olish kerak. Demak, akalar, bu narsalar sizlarga zo'r yechim, baliqchilikda zo'r bo'lib ketishi mumkin. Yaxshi pul ishlash mumkin. Mana ko'rdingizlar, 30 gektar joydan 15 milliard foyda qilayotgan odamlar bor. Bu narsani hazil qilib, yo bo'lmasa haligi nima deydi? Peripiska qilib qo'shib yozib. Peripiska qilib yozadigan foyda yo'q hech kimga. Menga ham foyda yo'q, sizlarning qanaqa qilishlaringizdan, Shuhrat akaga ham foyda yo'q. Nima deb tushunishlaringizdan. Biz mana shu sohada bilgan narsalarimizni sizga yetkazib berib, sizlarni ham foydaga olib chiqsak, bizga kerak bo'lsa, mana Xitoylikmi, boshqa joydan keladigan tadbirkorlarni ularga yetkazib qo'ymaymiz. Shuni harakat qilinglar, har bir narsaga jiddiy qarashga va do'st bo'lib, to'g'ri tushunishga. Bu masalan oddiy sotuvchilik qilish emas, bizning maqsadimiz mana shu Markaziy Osiyoda kerak bo'lsa, Esingida baliqchilik sohasini 0 dan 100 ga olib chiqish. Inshaalloh bu narsaga hammamiz birgachilikda, og'zibirchilikda erishamiz. Sizlar bizdan qo'llab-quvvatlab tursangizlar, takliflar, shikoyatlar bo'lsa, to'g'ri o'zimizga aytsangizlar, hech qanaqa bir baliqchilik bu sложный narsa emas. Faqat bitta joyga kelib olib, mana xudo xolasa keyingi oylardan, mana hozirda, mana keyingi haftadan biz Erondan, keyingi oydan Xitoydan doktorlar keladi. Shuhrat akam boshchiligida, biz ham Dilmurod aka boshchiligida biz laboratoriya tashkil qilamiz, yechimlar taklif qilamiz, o'qishlar tashkil qilamiz. Bu narsalarga xudo xolasa o'tkazib yubormanglar, jiddiy qaranglar, foyda qilinglar, bosinglar gazini. Asfalt qilingan balxona ko'rganmiz. Men mana shu narsaga ham qoyil qoldim. Aka, men hozir haliroq kirib kelyapmiz edi. Asfalt. Biz aytaman, shahar markazida yo'q bunaqa asfalt. Bu betlarda ham chiroqlarni aytmaysiz. Shaharda u katta yo'lida turadigan LED chiroqlar turibdi. Mana bu kabellarni aytmaysizmi? Men aytdim, qoyil, mana tadbirkor. Mazza qilib ishlayapti, foydasini ham qilyapti, sharoitini ham qilyapti. Aka, suvga kelmayman demaysiz, loyga injiqlik qilmaysiz, kelolmayman. Xitoydagi BMWsi bor, unaqa emas, bular genligi bor baliqchi deb chiqarsak bo'lar ekanda bularni, to'g'rimi?